Diqqat, beshariq. Eng birinchi bo'lib yetib kelgan 3 ta qorboboga Mana bu sovg'alarimiz bor. Oy, ketsak kelyapti ana o'tavindi. Qani keling. Birdaniga 3 ta ochilish marosimi bo'lyapti bitta binoda. Go'zallik saloni va kosmetologiya, birinchi etaji idish tovoqlar do'koni, antiqa idish tovoqlar va zakazga salatlar, norinlar va har xil shirinliklar. Bitta qorbobo shirinliklar, домашний va zakazga salat, norinlar ham zakaz qilishingiz mumkin qadim, xo'pmi? Hamdaqa nabor sizga bo'ladi. Uyga stolingizda chiroyli ko'rinadi. Dahshat. demak hamma shirinliklardan topsak bo'ladi. Ha, zakazga ham olib beramiz. Asaltam do'konimizda blinchiklar bor, tortlarimiz bor har xil. Yana zakazga qarab, bundan katta, kichik, домашний yana nima zakaz berilsa, hammasini olib kelib, Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin ekan. Hurmatli qorbobo, sizga antiqa idishlar arzon narxlarda yoki bitovoy texnikalar kerak bo'lsa, mana bunaqa antiqa idish tovoqlar bor va bundan boshqalari ham bor. Bu qorbobo sizga mana shu idish tovoq do'konidan. Opa, yangi yilga qanaqa skidkalar bo'lyapti? Xudo xolasa yangi yilga chiska protseduralarimizga skidka qilamiz, kiprga kesh, laminatsiya protseduralarimizga skidka beramiz. Skidkalarimiz faqat yangi yilgacha emas, 15 yanvargacha davom etadi. Bemalol kelaverasizlar.